Assalomu alaykum. Sizlar bilan qisqacha obzor yana Xiaomi Pad 7 telefonimiz, planshetimiz deb aytsak bo'ladi. Ustiga ko'rayotgan bo'lsanglar, yangi chexoldan oldim. O'zbekistonda chexol topish muammo, shuning uchun oldindan aytib o'tdik. Ozon, AliExpress, Alibaba yoki shular sizlarga yordam beradi. Shulardan chexollar topishingiz mumkin. Narxlari praktiski O'zbekistonda sotilayotgan chexollar bilan narxlari bir xil. Malika bozoridagi Mi Pad 5 deylik, chexoli masalan 150 ming 100 ming atrofida ekan. Shu oralig'ida, lekin internetda ham shu narxlar, agar yaxshirog'ini olaman desanglar, shu 150 ming 200 ming atrofida. Masalan, Mi Pad 7 ga bu. Endi kamerasini o'tadigan bo'lsam, kamerasi planshetlardan zo'r narsa kutmanglar, udardan bo'lmaydi. Oldingi Mi Pad 5 da qanaqa bo'lsa, bunda kamerasi ham xuddi shunaqa. Men katta farq sezmadim. Xo'sh, apparatini o'ziga kelsak, telefonimiz o'ziga, bu Mi Pad 5 ga qaraganda, Mi Pad 7 da ekran yarki, ancha yorug'roq, tiniq, yorug'roq ekan. Men oldingi videolarda ko'rgan bo'lsanglar, men sravnение qilganman, ikkalasini tekshirib ko'rganman. Ko'rganinglarda aytganman ham. Ekran yarkisi Mi Pad 5 da bundan pastroq. Bu ko'rasizlar, full turgani yo'q. Agarda buni hozir full qilsak, mana qanaqangi yorug' bo'lyapti ekrani. Ovoz chiqarishlari ham zo'r. Dolby Atmos Vision Mi Pad 5 daka o'sha firmaniki 4 ta dinamik, shulari masalan yaxshi chiqarishlari, muzikani etish taraflari. Oxirgi обновление HyperOS. Xo'sh, HyperOS mana oxirgi обновлениyalarda turibdi. Aprel 2025-yil. Yarkis ko'rayotgan bo'lsanglar, telefondan hozir bilmayman qanchalik sizlarga ko'ryapti, lekin ko'z uchun juda ham yorug', oppoq juda ham turibdi. Yarkis juda ham baland, sal pasaytirib qo'ysak ham bo'ladi. Mana. Xo'sh, funksiyalar, yangicha narsalar qo'shilgan, yangi обновлениyalardan keyin mana planshet degan joy paydo bo'libdi. Oldingilarda bunaqa joy yo'q edi. Yangicha funksiyalar bor ekan mana. Men endi bilmadim, bularni kirib hammasini tekshirib hali ko'rganim yo'q. Telefonga, planshetga hali 10 kun ham bo'lmadi. Xo'sh, Wi-Fi, Bluetoothga обновление kelib turar ekan. Обновление Bluetoothga Mi 14, Mi 12X ga o'xshab обновление Bluetoothga ham kelib turar ekan. Bilmayman, qolganlarda bu narsa sezmaganmi, lekin menga Bluetooth yoqilganda Bluetoothga обновление keladi. Bluetooth update desam bo'ladi, bemalol inglizchada aytadigan bo'lsak. Mana shu yerga обновление degan narsasi keladi, Bluetooth. Обновление planshetdan mana shu narsasi обновить. Mana ko'rayotgan bo'lsa, oxirgi narxlar. Xo'sh, подробный informatsiyasi. Android 15, HyperOS 2, 8 yadr va 208 GHz. Xo'sh, 8 GB Asus mana 8 GB. Bu juda ham zo'r. O'yinga yana virtualniy 4 GB avtomatik qo'shilib beryapman. O'shandan beri teganim yo'q. Lekin aytadigan bo'lsak, endi o'yinlarni bemalol yaxshigina o'ynaydi. Agar o'yin o'ynayapsiz, men o'yin o'ynayman, bunda kino ko'raman основной, ozgina qolgan ishlarni qilaman. Xo'sh, mana bu yerda взаимосвязанность degan programma chiqibdi, ya'ni bir-biriga Xiaomi narsalarni ulab ishlanar ekan. Buni internetda videolari ham bor, ko'rsanglar bo'ladi kirib. Masalan, kirganinglarda mana bu yerda telefonga ulanar ekan, kompyuterga ulanar ekan, Xiaomi shu apparatlarga ulanib ishlatar ekan. Lekin ishlar ekan bu narsa. Men o'zim internetda videolarini ko'rdim, ishlar ekan, ko'rdim. Xo'sh, yangi narsalar bu yerda. Mana bu yerda Xiaomi Hyper L degan narsa chiqibdi. Xiaomi искусственный интеллект, ya'ni bu yerda Gemini как Google ga o'xshab virtualniy assistent qolgan mana bunaqa искусственный интеллект narsalar, funksiyalari bir to'da qilib chiqaribdi. Xo'sh, tepamizda bunaqa narsa ham bor. Men uni hali uncha shuni yetmadim, tepadagi narsani ko'rayotgan bo'lsanglar, bu ekranni nechadir nimadirga bo'lib ishlatishga aniq qilar ekan. Men to'g'risi hali unga tushunmadim, chunki yeta bormadim. Xo'sh, qolgan narsalarga kelsak. Men bularni o'chirib qo'ydim. Ko'rayotgan bo'lsanglar, masalan, men hozir bular Smart Hub, домашний умный дом, masalan, Al House'mida, o'sha iHouse'mi shunaqa narsalarni o'chirib qo'ydim.
globalniy proshibkalarda xalma til bo'lgani bilan, lekin men bu yerda ko'rayotgan bo'lsam, рабочий stol funksiyasi juda ham kam ekan. Buni faqatgina kitayskiy proshibkalar uchun, kitayskiy telefonlar, o'sha planshet telefonlar uchun bu yerda ko'proq funksiya, widget hamma narsalari bo'lar ekan. Lekin aytib qo'yay, oldindan globalda bu narsalar yo'q. Globalda yaxshi taraflari bu globalniy narsa rынокка o'tgan narsalar bo'ladi. Endi kitayskiyda sal ограничение bo'ladi. Ya'ni kitayskiyda bitta ingliz tili va xitoy tili mavjud. Ekran yarkisi, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, yarkis 70% turibdi desak bo'ladi. Qani surib ko'raylik. Mana 0 ga tushirdik va 100 ga chiqaramiz. Ko'rasizlar, juda yoriq, very hint, juda ham yoriq bo'lib ketdi. Слишком yoriq desak bo'ladi. Xo'sh, частота обновления 144 mana turibdi ekran anaqasi. Shunga qarab ishlar ekan, lekin cho'tki juda dahshat. Men anaqa qilma, настройка. Men bu yerda aytadigan bo'lsak, ko'p narsa kutmanglar. Shriftlar bo'yicha problema. Bu yerda ikkita faqat shrift ko'rsatilgan. Ikkita shrift ko'rsatilgan bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, bittasi default по умолчанию, ikkinchisi Mi Sans. Men o'zi iOS font degani bor edi. Mi 14 Ultra'da, Mi 14, Xiaomi 12X da shu narsa bor edi men bu yerda. Uchinchisi, o'shani tanlasa o'sha chiroyliroq harflar bo'lardi. Mayli, ko'z o'rganishi qiyin bo'lyapti hozirgi paytda bunga. Lekin nastroykasini qilib qo'ydik. Xo'sh, bu taraflari yaxshi. Xo'sh, bu yerda stylus, ya'ni klaviatura qo'shish imkoniyat narsalari bor ekan. Mana men bu narsa funksiya olmaganman, u ortiqcha zatrat, ya'ni kamida $150 ekan. So'mda hisoblaydigan bo'lsak, xo'sh, qolgan narsalar bor. Bu yerda shu qo'shilib, Face ID ham bor. Отпечаткasi yo'q. Отпечатка faqatgina 7 Pro da bor. 7 Pro ni aytib o'tadigan bo'lsam, do'stlar, 67 vattlik zaryadka. 8 Gen plus 3 mi o'sha? 8 Gen S8 S Gen 3 o'sha protsessor, Wi-Fi 7. Bo'ldi, boshqa o'zgarish yo'q. Ichi xuddi shu 67 vattlik zaryadka aytib o'tadigan bo'lsam, 67 vattlik zaryadka o'zgarishi unchalik katta emas. 40, masalan bunda 45 vattlik zaryadka, sizlar zaryadka oldirasizlar, 45 vattlik zaryadka mana hozir turibdi bunda. 45 zaryadka bilan 67 ning orasida unaqa katta farq yo'q ekan. Chunki zaryadka olish muddati, vaqti 7 Pro da 1 soat 10 minut tashkil etar ekan, 7 ning o'zida 1 soat 20 minut ekan. Orasida 10 minut vaqt bo'lyapti. Buni katta raznica emas, masalan, buni aytadigan. Agar 90 vattlik zaryadka bo'lganda, mana hozir bunda 45 vatt mana. Planshetniki. Men bu yerda mana turibdi. Xiaomi 14 Ultra. Mana 90 vattlik zaryadka. Mana 90 vatt bilan 67 orasida baribir farq bor, 45 ga farq bo'ladi, lekin unaqa katta emas, aytmoqchi bo'lganim. Endi anu требовательный игра o'ynaydigan, qattiq o'yin o'ynaydigan, bironta katta natija kutadigan odamlar uchun endi protsessori 8 S Gen 3 yetadigan bo'lsa, balki kerakdir. Masalan, men unaqa xohlamayman, unaqa dahshat bo'lishni ham, lekin narx bo'lgan bilan, masalan, men planshetimiz hozir 256 talikmidi? 8 ga 256 taligimiz so'mda 4 million 800 mingga tushgan bo'lsa, 8 ga 256 talik 7 Pro esa 5 million 800 ming 6 millionni tashkil qilmoqda ayrim joylarda. Topsanglar agar shunaqa narxga. Lekin ko'p joyda 12 ga 512 talik versiyasi bor ekan. 12 ga 512 talik versiya 6 million 300 ming so'mdan 9 milliongacha bo'lgan narxda sotilmoqda. Sotilayotgan narxlari. Men o'ylaymanki, unaqa narxga ne stoyid uni olgandan ko'ra maza qilib shu 7 Pad 7 ni olib, 3-4 yil maza qilib ishlatardim. Masalan, men o'zimda Mi Pad 5 edi. Men o'sha 2,5 yildan beri ishlatayotgan bo'lsam, yana 3-4 yil ishlatish, общий 4 yil, 5 yilgacha ishlatishga bemalol o'ylayotgandim. Chunki Mi Pad 5 bilan Mi Pad 5 chiqqandan 6 chiqdi. 6 da bilan 5 orasida ja katta raznica yo'q edi, lekin 7 bilan orasida ko'proq qancha farqlari bor. Ekrani IPS bilan, masalan, IPS ning ekrani yaxshi taraflarini ko'p, batareyasi keyin
Ko'rayotgan bo'lsanglar, общий zaryadga 91 soatga yetyapti. 60 66 midi 64 midi? Hozir 66 ekan. Xo'sh, o'shani aytib o'tadigan bo'lsak. Xo'sh, mana 66 и 91 soat. Chunki kam ishlatgan juda ham. Asosiysi barpat o'yinga ketyapti, ozgina o'yin YouTube'ga и рабочий ekran bo'ldi. Qolganga tarafga uncha yo'q. Xo'sh, akkauntimiz. Расширенные настройки. Xo'sh, shuni. Общий aytadigan bo'lsam, ekran zo'r, ishlashi buni ham ancha zo'r. Flagman telefon, planshet desak bo'ladi. O'zini masalan, budjetniy Redmi Pad 5, Pad 5G Pro unaqalarga aytadigan bo'lsak, undan ancha zo'r masalan oladigan bo'lsanglar, mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Ish, o'qish, kino, muzika eshitish uchun, ishlash uchun bemalol katta ekran, sifatli ekran, 144 Hzlik narsasi o'sha. Planshetga qo'yadigan balim 10 dan 10 va klass.